Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun sizlarga mana Vandergood o'riklarini ko'rsatib o'tamiz. Bugun sana 16-mart sanasiga ko'ra Vandergood o'riklarimiz gullab, o'sha gulini to'kishni boshladi. Hozir u Farg'ona viloyati Quvat tumani Kirkidon suv omborining biqinida joylashgan bog'imiz 4 ga 4 sxemada ekilgan. Juda ham zo'r holatda do'stlar mana. Bog'imizni ko'rib turibsizlar. Holatlari juda ham zo'r, gullagan. Bog'imiz 5 ga to'ldi, 5 yoshida shuncha gul bilan turibdi. Bu ko'chatlari kuz mavsumiga ko'paytirilgan. Aloqaga chiqsanglar, zakaz bersanglar, ko'chatlarni yetkazib beramiz albatta. Mana bu holatlariga, guliga bitta baho berib o'tasizlar. Juda ham zo'r holatda gullaydi bu o'riklarimizni. Mevasi ham eksport bo'ladi. Ekspertlar narxlari yaxshi. Do'stlar, serhosilligi shu gullaridan bemalol ajrab turadi do'stlar. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Albatta like, podpiskani bosib qo'yamiz. Kimga shunaqa katta gektarlarga bog'lar qilish kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Bu bog'imiz kapelli sistemada sug'oriladi. Adir zonalarda, tog'li zonada, issiq joylarda, albatta, tog'li zonada emas, faqat issiq joylarda erta pishganning hisobiga yaxshi narxda sotiladi mevasi. Mazasi o'rta holatda bo'ladi. Misol iyunda pishgan o'riklarga qaraganda ozgina mazasi o'rtacharoq bo'ladi.